Hozir men Oakland universitetiga keldim. Bu yerda ko'rib turibsiz, mana Oakland universitetining kirish joyi. O'ng tarafda ko'rib turganingizdek mana University Avenue bor, keyin Squirrel Avenue. Bu yerda dordashchilar ko'p yurishgan, bilishadi. Shu bilan birga endi hozir men ichkariga kirib bibliotekadan ko'rsatib, parkovka joylaridan ko'rsatib, hammasini boshlab yuboraman hozir. Birinchidan bu universitetda atrofida juda ko'p narsalar bor. Juda ko'p restoranlar bor, atroflari juda gavjum, zaynat, ichkarilarda keyin alohida joylari bilan boshlab yuboraman. Mana ko'rib turibsiz. Dave Chicken deydi, boshqa keyin joylari bor, mana Starbucks, keyin atrofida ko'p bankalar, umumiy bir juda gavjum joyda joylashgan, ammo Detroitda juda zaynat bo'lmasa ham bir tarafdan bir gavjumroq, ikkinchi bir tarafdan atrofi juda ko'p bo'sh joylari. Mana bu yerda ko'rib turibsiz InTouch Credit Union, keyin mana bu yerda Old Grizzly. Grizzly'si bu anaqa o'sha Oakland universiteti komandasining oti. Men parkovka qilgan Oakland universitetining parkovkasi. Mana bu elektrik mashina, mana bu yerda elektrik mashinalar zapravka qiladigan joyi elektr bilan ko'rib turibsizki, mana mashina o'sha zapravka qilyapti. Bu elektrik mashina, keyin bu Chevrolet Volt mashinasi. Shu endi hozir yuqoriga qarab chiqaveramiz. Mana men ko'rsatgan Grizzly deganimiz o'sha Oakland universitetini anaqa ayiqni oti, Grizzly Bear deymiz, ayiq degani bu, ayiqlarni oti. Keyin endi ko'rib turibsiz, katta zdaniya boshlanadi. Mana bu juda katta zdaniya, muhandislik binosi. Keyin o'ng tarafda yana ko'rib turibsiz, juda katta bir zdaniya bor. Bu ham muhandislik binolaridan bittasi. Yana uni yonida yana bitta bino bor, ular ham boshqa muhandislik sohalariga taalluqli. Keyin o'ng tarafda yana bitta, yana o'ng tarafda parkovkada men to'g'rida ko'rinib turgan bino, bu esa odamlar ko'pchiligi yashaydigan joy. Ketish podyom, o'sha odamlar yashaydigan joy degani o'sha studentlarda общежитияsi, universitetda o'zining общежитияsi bor. Menga masalan bu yerda aylanib chiqish uchun juda ko'p velosipedda yurishim kerak, mashinada ko'p joyda yurib bo'lmaydi. Hamma joyga mashina keta olmaydi. Mashinani bir joyga qo'yasiz, keyin yo peshkom ketishingiz kerak, yo velosipedingiz bo'lsa velosipedda ham ketishingiz mumkin. Hozir mana chiqish joyi bu podyom. Polni podyomga qarab ketyapmiz hozir. Podyomga qarab ketyapmiz. To'g'rida ko'rib turgan binongiz esa anovdan hisoblanadi. Biblioteka. Uni ichiga kirib, ichini ko'rsatib chiqaman. Keyin har bitta binolarda oti bor. Mana Muqom Community College ko'rganingizda A, B, C, D falon deb yozib qo'yilganda, ammo bu yerda har bir binoni alohida otlari bor. Mana bu yerda masalan ko'ribsiz 118-Library Drive degan ko'chani oti. Keyin bu esa Dodge Hall, Oakland University Dodge Hall. Oldilari juda yaxshigina gullar bilan bezatilib, yaxshilab joylab chiqilgan. Bu yerda yana alohida parkovkalar bor. Keyin mana shu ko'rib turibsiz, juda yaxshilab gullar bilan bezatib qo'yilgan kirish joyi. Bu yoqqa men juda ko'p kelganman, bolalarimni olib kelib ichkarisida yoz oylarida kurslarga qo'yardim. Ular ko'pincha 7, 8, 10 maktab bolalarini ham olib kelib yozda o'qitishingiz mumkin.
bu yerda, chunki shu narsalarga tayyorlaydi. Keyin mana bu yerda ko'rib turganingizdek Auckland University School of Engineering and Computer Science maxsus maktabi bor. School of Engineering and Computer Science deyiladi. Muhandislik bo'yicha bo'limi. Ana endi bu izdaniyani ichiga kiramiz. Bu muhandislik va kompyuter sohasida, kompyuter ma'lumot texnologiyalari sohasida bag'ishlangan joy. Mana bular shu anaqani belgilagan joylari. Endi ko'rib turibsiz, studentlar yana tayyorlanib turibdi. Joylar, katakchalari bor. Bu hali biblioteka emas, alohida anodi o'zi. Mana bu katakchalarning ichiga kirib olib, bu yerda internetlari bor, elektrlari bor, hammasini bog'lab bemalolgina o'tirib tayyorlanishingiz mumkin. Narigilarga o'xshab. Keyin mana bu tarafda o'tiradigan joylar bor. Yuqorilar etashma-etash ketgan, yuqorilarni ham ko'rsatib beraman. Keyin ko'rsangiz mana bularda o'zlarini qilgan ishlari, mana qanday narsalar studentlar tayyorlagan, mana bunaqa texnologiyalarni o'zlari tayyorlab chiqishgan. Mana bu narsalarni studentlarni o'zi kollejda tayyorlab, avtomatlashtirib, anaqa bilan chiqib ketishgan. Mana bu hamma narsalar. Keyin bular yana ko'p, bu yerda juda ko'p anaqalar studentlarni o'zlari tayyorlagan mana bu narsalarni keyin Auckland University deydi tayyorlagan juda ko'p narsalari bor. Men yana boshqa bir narsalarni ko'rsataman. Ko'rib turganingizdek, hozir men podvalda ham emas, birinchi etajdaman. Birinchi etajdan boshladim. Katta eshiklari bor bu yerda. Mana bu leksiya qiladigan zallar. Keyin mana buni ko'rib turibsiz, FCV deyiladi. Powered by hydrogen energy. Gidrogen bilan ishlaydigan mashina. Bu nima qiladi? Gidrogenni oladi-da, gidrogenni olib, buni ham studentlar qurgan o'zlari. Studentlarni o'zlari qurgan, gidrogenni oladi-da, gidrogenni olib anaqaga almashtiradi. Gidrogenni olib elektrga almashtiradi, elektrga almashtirib qo'ygan gidrogen bilan oksigen birlashib suvga aylanib ketadi. Mana bular qurgan ballonlari bilan birga gidrogenlar mana bu anaqada saqlanadi. Mana bu davleniyalarni ko'rsatib turishadi. Mana shuni o'zlari studentlarni o'zlari qurib anaqa qilishgan. Mana bu zal, muhandislik zali. Keyin ichkarida ko'rib turganingizdek laboratoriya, dizayn anaqalarni qiladi. 2 etajli bu, 2-chi etajdan ham men ko'rsataman buni. Keyin yana mana senior design lab deb yozib qo'yilgan. All labs doors are senior design lab deyiladi. Keyin mana bu yerda ichkarida anaqalari bor. Hammasi tayyor jihozlab qo'yilgan. Yuqoridan chiqib men ko'rsatib o'taman hozir. Yana bu yerda robotics deydi, robotlarni. Endi hozir 2-chi etajga chiqyapmiz. Birinchi etajdan 2-chi etajga chiqyapmiz. Podvalga tushganimiz ham yo'q. Ammo mana bu yerdan juda katta hashamatli kirish joyi bor. Keyin mana bu yer ovqatlanish, kichkinagina bir kafe ovqatlanish zali. Mana bu yerda ovqat pishirishardi. Men bolalarimni olib kelganimda ko'pincha mana shu yerda o'tirib kutardim. Men bibliotekada ham kutardim. Balandligini qarasangiz juda baland bu zdaniya. 1, 2, 3, 4, 5 etaj yuqoriga chiqib ketgan. Hozir men shu yerdan borib
anaqani ko'rsataman. Borgan joyimizdagi laboratoriyani mana bu yerdan hamma narsani ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turibsiz, mana ekranlar, stullar dizayn qilishadi, hamma narsani dizaynlarni ishlab chiqishadi. Mana bu yerda yana boshqa ikkinchi joylari ham bor, uni ham dizayn qilib chiqishadi. Keyin bu juda katta 2 etajli, yuqorilari ventilyatsiya qilingan, axlajleniya qilingan, lampochkalari bilan jihozlab chiqilgan. O'sha laboratoriyani davomi. Mana bu xona esa kompyuterlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda leksiyani ko'rsatadi, atrofida studentlar o'tirib bemalol robotlar haqida o'rganib chiqishadi. Yana mana bittasi, mana bu yerda ko'rib turganingizdek studentlarni tayyorlanadigan, o'qiydigan joylari. Keyin mana ko'rib turibsiz, dizayn tayyorlayapti studentlar. Dizayn tayyorlab turishibdi. Naryoqda yana bir ko'shada yaqgina ko'rib turibsiz, modellar tayyorlab qo'yilgan ana u ekranda. Modellar tayyorlab qo'yilgan. Shu bilan birga bu dizayn qiladigan otdellari, yana keyingi otdelli laboratoriya. Ko'rib turibsiz, mashinalar, ana u sportivniy mashinalar ko'plari, ba'zilari elektrda, o'tgan pastda ko'rsatgan mashinam sizda gidrogen bilan ishlardi. Bular sport mashinalari, musobaqalar uchun qurilgan. Yana mana yangilarini jihozlashyapti. Kichkinaginasi mana pastda turibdi. Mana bu yerda bizda traktorlar bunaqa narsalar bilan juda qiziqishsa kerak. Ular keyin ham simulyatsiya qiladigan stollari bor. Oxirida ko'rib turgan bo'lsangiz, simulyatsiya qiladigan stollari bor. Keyin shu hamma narsani svarka qiladi, qo'shadi, ulaydi. Hamma sharoitlari bor. Чтобы motorlarni yashashgacha imkoniyatlari bor. Mana ko'rib turgan ikkita anaqa mashina, mana bittasi birinchisi, narigisi ikkinchisi, universitetda o'ti bor. Kattagina puleylar bor. Mana bular bilan u yuqoridan bog'lab turib pastdan ko'rsatadi. Mana universitetda o'ti Rochester Hills degan, Rochester Hills degan joy. O'sha shaharda o'ti, qayerda? Rochester Hills, Michiganda joylashgan universitetda o'ti. Chunki Michigan asosan motor mamlakati bo'lganligi, Michigan motor mamlakatli bo'lgan, Detroit motor shahri bo'lganligi uchun 3 ta eng katta avtomashina zavodlari, bosh kvartiralari, bu anaqa Chrysler, Daimler Chrysler derdik, hozir Stellantis degan kompaniyaga aylanib ketgan. Keyin General Motors, Ford, har 3 ta katta avtomashina shtab kvartiralar Detroitda joylashgan. Chunki bu tarafimiz Gaza bo'lgani uchun men ikkinchi etajda bo'lganim bilan, chunki kelayotganda men ko'rdingiz, podyom orqali chiqib keldim. Katta podyom orqali ko'p odamlar charchab qoladi. Keyin shu podyom orqali kelganim uchun birinchi etaj bu yerda anavdan iborat. Birinchi, hozir ikkinchi etajdaman. Ikkinchi etajda bo'lganim bilan, chunki narigi taraf Gazani yonida joylashgani uchun mana bu yana bitta laboratoriyani o'ti. Bu yerda yana kompyuterlar, boshqa jihozlar hammasi tayyorlangan. Virtual reality, augmented reality deymiz. Ochkalar to'qib uch tarafdan ko'rinadigan joylari. Bu ikkinchi etajda bo'lganim bilan yer ko'rinib turibdi, chunki biz Gazani yonida joylashgan. Zdaniyani bir tarafi pastga tushib turadi, ikkinchi tarafi osmon anaqada, Gazani narigi tarafida. Endi shu zdaniyadan chiqib narigi zdaniyalaringiz
eng pastdagisi katta общежитие. Общежитiyada qoladigan studentlar naryoqdan peshkom o'qiydigan joyiga keladi. Bu yerda etajlari ko'p, laboratoriyalar juda ko'p, pastda podvallar bor, boshqa narsalar bor. Yana mana bu zdaniya boshqa bir leksiyalarga, meditsina, boshqa biologiya, boshqa joylarga taalluqli anaqalar bor. Keyin sport zallari bor. Ko'rib turibsiz, oq ko'rinayotgan joylar sport zallari, anaqalar bor. Ularni ham ko'rsataman. Hozir men bibliotekaga boramiz. Mana bu qarshimizdagi o'sha engineering school deymiz, injenerlik, muhandislik va kompyuter ilmi bo'yicha shug'ullanadigan laboratoriyani yonginasida, orqaginasida joylashgan bu biblioteka. Biblioteka juda katta biblioteka, Crazy Library deymiz. Uni ichiga hozir kirib, ichini ham ko'rsatib chiqaman. Mana bu o'rtadagi soat. Aytganimdek, men bu yerda juda ko'p peshkom yurardim, chunki bolalarimni olib kelib shu muhandislik anaqasiga qo'yardim. Bittasi 5-6 yoshda edi, bittasi bir 10 yoshdan oshganda, ikkitasini olib kelib shu yerga kurslarga qo'yardim-da yoz oylarida. Keyin o'zim mana shu bibliotekalarga kelib yoki u yoq bu yoqlarga yurib turardim. Mana ko'rib turgan tower, like katta soat o'sib qo'yilgan. Buni ham bir bu yerda bitirib chiqqan bir bo'y odam podarka qilgan. Ya bibliotekani oldidagi katta daraxtlar, chinorlar bemalol peshkom bu binodan u binoga, u binodan bu binoga sakrab yursa bo'laveradi. Nariga ko'rib turgan binongiz hozir studentlar binosi deyiladi. Bu yerga ham kirib ichini ko'rsatib chiqaman. Undan oldin mana bu yerda men ko'rsataman. Bu esa Crazy Library. Ya mana bu hashamatli kirish joyi, bibliotekani kirish joyi. Mana ichiga kirib men ichini joylarini ko'rsatib chiqaman. Shu bilan narigi zdaniyaga keyin o'taman. Mana bu yerda kafeteriya bor. Kafeteriya hozir yopilgan, chunki yoz oyi bo'lgani uchun ko'p studentlar yo'q. Uncha dahotam qila olmaydi. Undan keyin mana bu yerdagi anaqalarimiz, desk anaqalari bor. Keyin bu birinchi etaj. Birinchi etajda o'zida ko'p tayyorlanadigan joylar. Bemalolgina mana bu stullarda o'tirib dars qilaversangiz, mana shu yerlarda o'tirib bemalolgina dars qilib ketaversangiz bo'ladi. Keyin yana bu yerda ko'p o'tirib dars tayyorlanadigan joylar, katta ekranlari, hammasi to'la to'kis bor. Bu birinchi etaj. Juda o'tirib dars qiladigan joy. Studentlar o'zlarining xonasida dars tayyorlash shart emas. Ular bemalolgina kelib bibliotekada joy topib o'tirib, yo bo'lmasa o'sha muhandislik binosida, yo bo'lmasa student markazi bor, u yerda o'tirib bemalol dars tayyorlashi mumkin. Zaryadkalar, elektrlar hammasi ta'minlab qo'yilgan. Shular bilan bemalolgina darsini qilaversa bo'ladi. Endi hozir men ikkinchi etajga chiqyapman. Ikkinchi etajda ko'pincha, birinchi etajda ham juda ko'p kitoblar bor. Kitoblar, narsalar to'lib yotibdi. Ammo ikkinchi, uchinchi etajlarda ham narsalar ko'p. Hozir bu ikkinchi etaj deyman, o'sha uchinchi etaj. Bu yerda ham ko'p ko'rib turibsiz. Stullar, kitoblar hammasi bor. Kitoblarni o'zi bilan olib keladi, yo bo'lmasa mana bu kitoblardan bittasini oladida, olib mana bu yerda bir joylarda o'tirib oladi. Mana bu o'tiradigan joylari bor. Alohida o'tirib darsini bemalol tayyorlab ketaverishi mumkin. Undan keyin alohida xonalar ham bor.
alohida xonalar bor. Har bir kishi uchun belgilangan o xonalarga kirib, u yerda darsini qilaverishi mumkin. Ko'p xonalar agar xohlasa alohida xonalarga ham kirib darsini qilishi mumkin. Kitoblar juda ko'p. Juda ko'p kitoblar bor. Son sanoqsiz. O'qishga ham ulgura olmaysiz. Juda ko'p. Bir mingtasini o'qib chiqsangiz ham juda katta gap. Mana bu birinchi, ikkinchi, uchinchi, mana bu 4-chi etajga chiqdik. O'sha 4 etajdan iborat. 4 etajdan iborat. Bu yerda ham anaqalari bor. Tayyorlanadigan joylari, anaqalarda kopirovka qiladigan yoki bu kitoblarni qidiradigan joylari bor. Mana print station pechat qilish uchun o'zingizda uchotingiz bo'ladi. Shundagina anaqa qilasizda pechat qilib olaverasiz. Keyin bu yerda biroz o'zgartirib yuborishgan. Hozir mana bu yerda katta zal qilib studentlar uchun tayyorlanishga yaxshilab jihozlab qo'yishgan. Studentlar bemalol o'tirib. Keyin aytganimdek, mana bu yerda xonalar bor, alohida xonalar. Har bir study room deyiladi. Buni studentlar online rezervatsiya qilib olishadi. Mana rezervatsiya qilib olib, ichiga kirib o'tirib, eshikni yopib, masalan, boshqa biron joylar bilan gaplashayotgan bo'lsa, hammasini yopib qo'yib, keyin anaqa qilib chiqib ketishadi. Ya mana shu umumiy kutubxonaning 4-chi etaji, 4 etajdan iborat. Juda katta o'qish, tayyorlanish zallari, joylari bor. Undan tashqari juda ko'p kitoblar. Qonunshunoslik haqida ham bor, meditsina, muhandislik, hamma sohadagi kitoblar to'lib yotibdi. Bemalol olib, hammasi tayyorlanaverishingiz mumkin. Shu bilan endi ikkinchi etap, bu yerdan chiqamizda anaqaga boramiz. Student markaziga. Student markazidan keyin balki anaqani ham bir meditsina maktabini ham ko'rsatib, shu bilan yakunlab ketishimiz mumkin. Hozir chiqishimiz bilan bibliotekadan, kutubxonadan chiqishimiz bilan endi yonginasida ko'rganingizdek ana bor katta vishka. Keyin chat tarafda mana bu yerda student markazi bor. Student markazi ham juda katta oynali binolar. Undan keyin yana bir narsa bor. O'ng tarafda hozir men o'ng tarafimda ko'rib turganingizdek bu fontanlar keyin nariyaqda hozir keyin avval student markazini ko'rgandan keyin anaqaga o'tamiz. Ko'rib turibsiz, mana Auckland University William Beaumont School of Medicine degani meditsina maktabi. Meditsina deganimiz, meditsinani hammangiz bilsangiz kerak shekilli. Endi keyin mana bu yana Golden Grizzly. Grizzly hamma joyda ko'rib chiqishingiz mumkin. Hamma joyda belgilari bor. Shu belgini ko'rishingiz bilan bu Auckland universitetini targoviy znaki hisoblanadi. Mana qarasangiz hamma joyda show your Grizzly card, Pride, keyin o'zlarining anaqalarida, kredit unionlarida, boshqa joylarida hammasida belgilab qo'yilgan. Keyin bu yerdan kirgandan keyin bu eshiklar yopiq, boshqa tarafdan kirsak kerak. Yo bo'lmasa student markazini remontga yopib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Narigi tarafdan kirishga harakat qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turibsiz, bir narsa yozib qo'yilgan. To attempt great things is the expect great things.
keyin Matilda Dodge Wilson. Matilda Dodge Wilson bir o'sha aytgan katta mashina kompaniyani tashkil qilgan odamni xotini. U bu yerda bir saroy qurgan, saroyni keyinchalik ular universitetga bergan. O'sha nariga ko'rib turgan anaqangiz o'sha ayolni anaqasi. O'sha ayolni haykali. Hay o'sha yerda ko'rinib turibdi. Ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana hozir men zoom qilaman, mana ko'rib turibsiz. Endigina mana shu Matilda Wilson Dodge deyiladi, o'sha ayolni anaqasi. Mana Auckland Student Summer Hours deyiladi. Friday, Monday to Friday, dushanba kundan juma kungacha soat 7dan 7gacha ishlaydi. Saturday, Sunday closed. Bugun shanba, yakshanba. Shuning uchun shanba, yakshanba kuni yopilgan. Mana shuning uchun eshiklar yopiq. Bir narsaga hayron qolasiz. Men o'tgan safar yana bitta kollejga borgandim. Shanba kuni. Juma kuni kollej butunlay yopib tashlangan. Hozir o'sha pandemiya bo'lgandan keyin hamma joyda vaqtlar qisqarib ketdi. Hamma joylar yopiladigan bo'ldi. Keyin juda men o'sha borgan kollejlarga hamma vaqt ochiq, bu yerda ham hamma vaqt ochiq turadi. Shanba, yakshanba kunlari hamma vaqt. Endi shanba, yakshanba kuni butunlay yopiq. Narigi kollej esa juma, shanba, yakshanba bor yo'g'i kollej butunlay yopib tashlaydi. Biblioteka hammasini juma, shanba, yakshanba kuni yopib tashlaydi. Bu juda bilmadim. Avvallari men Pensilvaniyada boshqa joylarda kollejlarda o'qiganimda kecha kunduz yurardi. Kecha kunduz hamma vaqt ochiq, hamma narsa joyida. Ammo hozir esa hamma narsa teskarisiga aylanib ketgan. Mana hozir qarshimizda arena, keyin atletik markazlari bor. Ko'ramiz, bu ochiqmi, yopiqmi? Ochiq qo'yishadi, chunki studentlar chiqib kelyapti, kirib boryapti. Arenada ko'p sportlar bilan shug'ullanish mumkin. Shuning uchun hozir arenani kirib ko'rsatib. Atletik markazi, bu yer atletik markazi bo'lgani uchun ko'rib turibsiz, bu yerda упражнение qiladigan narsalari bor. Keyin ko'rayotgan joylaringizda endi ichiga kiramiz. Hozir zamon butunlay o'zgarib qolgan. Mana bu yerda qarasangiz sport anaqalari bor. Bemalol anaqa qilish mumkin, упражнениялар qilish mumkin. Keyin naryoqda zal bor, futbol, soccer stadionlari bor. Mana ichida suzish anaqalari ham bor. Water recreational deydi. Endi shu bilan hozir biz meditsina maktabini ko'rsatishga o'tamiz. Agar u ham ochiq bo'lsa, hozirgi zamonda hech narsaga ishonib bo'lmaydi. Hamma joy ochiq yopilgan bo'ladi yoki boshqa narsa bo'lgan bo'ladi. Avvallari o'sha ko'rgan bibliotekangiz 24 soat ochiq turardi. Hozir juda anaqasi soatlari juda kamayib ketgan. Keyin restoranlar ham shunday edi. Masalan, bizda kofe ichadigan restoranlar 24 soat ochiq turardi. Hozir esa bir soat 7-8 da yopiladi. Ko'plari men yashaydigan joylarga yaqin soat 6 da ham yopilishi mumkin. Ba'zi vaqtlari shanba kuni butunlay ochilmasligi ham mumkin. Shuning uchun endi hozir ko'ramiz o'sha zdaniya ochiq, ichini biroz ko'ramizda. Shu bilan keyin bu anaqani yakunlaymiz. Ko'rib turganingizdek, hozir bular stроительство bilan shug'ullanyapti. Atrofini butunlay qozib, setka bilan o'rab remont qilyapti. Anaqa ekskavatorlarni olib kelishgan. Ekskavatorlarni olib kelib hamma joyda
titipara qilib remont qilib tashlashgan. Yana naryoqda ko'rib turgan haykalingiz bor. O'sha haykal Grizzly Bear deyiladi, ayiq. O'sha ayiq universitetni belgisi. O'sha ayiq universitetni belgisi bo'lgani uchun hamma joyda uni Grizzly deymiz, Grizzly Bear ayiqni ko'rib turgan bo'lasiz. Ana endi bu ko'rganingizda Dodd Hall School of Medicine Graduate School. Meditsina maktabiga kirish uchun nima qilish kerak? Avval 4 yillik kollejni tamomlash kerak. 4 yillik kollejni tamomlab, keyin meditsina maktabiga ketasiz. Shunda yana 3 yil o'qiysiz, 4 yil o'qiysiz. 8 yil atrofida meditsina maktabini tugatgan bo'lasiz. Hozir ko'ramiz ichini. Mana ko'rganingizdek bu zdaniyalar ham bugun yopiq, soatlar ham yo'q, bu kirish joyi bo'lmasa ham kerak. Hech narsa belgilanmagan. Atrofida keyin boshqa kirish joyi ham bo'lishi mumkin. Hozir ko'ramiz. Agar to'g'riga qaraydigan bo'lsangiz, juda ko'p binolar bor. Mana bular studentlar yashaydigan zdaniyalar, narigilar student yashaydigan zdaniyalar. Mana bu yerda yana bitta markaz bor. U yerda juda katta ovqatlanadigan joy bor. Studentlar markazida ham ovqatlanadigan joylari bor. O'zlarining kafeteriya, kuxnyalari, keyin studentlar yashash markazlari o'sha yerda yana joylashgan. Mana bular esa boshqa zdaniyalar o'qish markazlari. Keyin esa mana bu ko'rgan binongiz studentlar markazi deyiladi, boshqa kirish joyi. Bu hozircha yopilgan, yopiq turibdi. Avvallari bunday emas edi. Hech kim bo'lmasa ham ko'pincha ochiq qo'yishardi общий zdaniyani o'zini. Hozir ограничениyalar qo'yib qo'yishgan. Juda ko'p vaqtlar yopib qo'yishadi. Hozir yana bu narigi tarafidan ko'ramiz, balki boshqa bir tarafidan kirish joyi ochiqdir meditsinasiga. Bo'lmasa keyin shu bilan kelajakda ochiq bo'lganida dushanba, seshanba kunlar boshqa bir vaqtlar video qilishimiz mumkin. Yo'q, bu meditsina maktabi ham yopiq. Atrof polni qurilishdan iborat. Hamma joyda qurilish qilib tashlashgan, setkalar bilan o'rab. Endi shu bilan tamom. O'zlarini politsiyskiy отдели bor. Buni ham butun bir kichkina shaharchadagi gap. Ovqatlanadigan joylari, yotadigan joyi, keyin dars tayyorlanadigan joy, boshqa nima kerakligini ham bilmaysiz. Hech narsa kerak emas boshqa. Shu bo'ldi, bo'lmasa shu bilan xayrlashamiz. Keyin bu universitetga ham qanday topshirishni ko'rsatib beraman. Ana yana bir narsa. Shu universitetga topshirishingiz kerakmi yoki balki bir oddiy bir kollejga topshirishingiz kerak. Maqom Community College bor, Oakland Community College bor. Juda ko'p community college'lar bor. Ular community college deganlari 2 yillik bo'ladi. 2 yillik bo'ladi. Ular esa arzon. Shunday qilish kerakmi yo bo'lmasa birdan Oakland universitetiga topshirishingiz kerakmi? Menimcha hech qanaqa farqi yo'q shekilli. Avval community college'dan boshlab keyin universitetga ham kelishingiz mumkin. Ammo universitetda agar meditsinani o'qiydigan bo'lsangiz, avval 4 yillik universitetni bitirib keyin topshirishingiz kerak. Birdaniga O'zbekistonda o'zida ham agar 4 yillik universitetni bitirgan bo'lsangiz, meditsina maktabiga topshirishingiz mumkin. Huquq maktabiga ham 4 yillikni bitirgan bo'lsangiz, keyin huquq maktabiga ham topshirishingiz mumkin. Huquq maktabi, meditsina maktabi bular kamida huquq maktablari uchun ko'pida kamida 3 yil universitetda o'qigan bo'lishingiz kerak.
4 yil o'qigan bo'lsangiz bemalol unga topshiraverishingiz mumkin. Shu bilan dasturimizni yakunlaymiz va keyin qanday topshirish kerak, boshqa kollejlar bor, ular dushanba kunlar, seshanba kunlar ochiq bo'ladi, uni ham boshqa anaqalari. Buni masalan Oakland universitetida obro'si ko'proq. Ko'pincha ham endi obro' deb anaqani sarflayverishim, mablag' sarflash arziydimi yo'qmi bilmadim. Mana meni o'zim ko'p prestijli universitetlarga ketganman, sun'iy intellektlarda o'qiganman, boshqa narsa qilganman, ammo bir chaqa ham pul ishlamayman. Ammo meni xotinim oddiy bir Rossiyada o'qituvchilikda o'qigan, keyin kelib buxgalterlik Walsh College deydi, o'sha yerda o'qigan. Men ko'rsataman u joyda. Hech biz ularda umuman nazar pisand qilmaymiz. Endi qarab turibsiz, men bir tiyin ham ishlamayman, ular juda katta oylik oladi, juda katta kompaniyalarda ishlaydi, 30-40 milliard dollarlik byudjetlarda reviziya qiladi. Mana shu, chunki aytishardi, unchalik universitetga ham bog'liq bo'lmasligi mumkin, ammo shunga qarab o'zingiz tanlab, o'zingiz hal qilib, byudjetingizga qarab, ba'zi odamlarda puli ko'p, boshqa narsasi ko'p, universitetda ham yana nagruzka ham ko'proq, uni ham talabiga qarab ishlab ketaverish, o'qib ketaverishi mumkin. Mana bu yerda yana kelib gazadan pastga enib ketyapman. Enib ketishda ko'rasiz, yana elektr mashinalarida zaryadka qiladigan stansiyalari bor. Mana bular hammasi elektrik mashinalar. Ularni zaryadka qiladi. Yana men gazadan enib garajga qaytib boryapman.